Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, sevimli sayroq qushlar kanalining obunachilari. Yaxshimisizlar, tuzimizlar, charchamasdan. Bugungi mavzuyimiz kanariykalarning ovqatlari, vitaminlari bo'yicha. Mana bugungi videomizni sabzidan boshlaymiz. Sabzini qirg'ichdan chiqarib beriladi. Qirg'ichi misol uchun mana kattaroq joyi bor. Imam siraydi. Mana shu joyidan chiqarib bersak yaxshi. Bir xil mayda joyidan bergin deydi. Mayda joy cho'ki qanchasi uvol bo'lib ketadi. Mana bunisi yaxshiroq ularga. Yeyishiga ham yaxshi, o'zi uvol ham bo'lmaydi, ham krupniroq bo'lib turadi. Ham kattasida bo'lmaydi. Kattasida sal yeyishga qiynaladi, sredniysida qilinadi. Sabzini shu bo'lagini chiqarib turib, tozalab olib turib, keyin tozalab mana shu holatda beriladi. Hozir bu kanariyakamni qo'shgan edim. Qo'shish masalasida ham hozir to'xtab o'tib ketaman. Tak. Modani tayyorligini qatdan bilsa bo'ladi. Modani tayyorligini qatdan bilsa bo'ladi. Savol kelgan ekan. Modani tayyorligini parovka bor. Moda yotibdi hozir. Shu parovkaga mana oq idishimga xolasizlar o'zini tayyor arqoni bilan paxtasi bo'ladi. Ipchalari agar unaqangiz bo'lmasa, ozgina paxta bilan va qalamcha qilib qog'oz, suxoy salfetkalardan pare qilib kesib mana bunaqa idishgami biron bir idishga qo'yib qo'ysangiz, modan o'zi tayyor bo'lsa, uni olib inga tashlaydi. Inning ichiga tashlagani bu men tayyorman degani bo'ladi. Keyin narni qo'shmasdan turib, bir-biriga qo'shni qilinadi. Misol uchun qo'shni deganda, men bir yoniga qapasni qo'yib turib, qapas qo'ygandan keyin moda u yoqda bo'ladi, nar bu yoq qapasda bo'ladi. Bir-biriga sayraydi. U moda sayragan sari qo'yarga joy topa olmasdan o'sha narsalarni o'sha qo'yishi, yig'ishi boshlaydi. Uzog'i nima desa bo'ladi? 2-3 kunda tayyor bo'lib qoladi. O'sha modangiz tayyor bo'ladi. O'sha ovozlarga ham mas bo'lib, boshqa bo'lib anaqa qiladi. Ana o'shandan keyin qo'shsangiz, qabul qilishi ham yaxshi bo'ladi. Qabul qilishi ham yaxshi qo'shiladi. Qo'shilishi ham zo'r bo'ladi. Shunaqa tuxum qo'yish arafasida xudo xolisi bo'lib qolar. Yaxshi niyatli qilib turibmiz. Qo'shilishiga 100% qo'shsa bo'ladi. Bir xil aytadi, narni oldida boshqa nar tursa, sayroqda tuxum ana qo'yayotganda moda turib ketadi deyishar ekan. To'g'ri, bir xillari turib ketadi. Chunki boshqa narni ovozini eshitib, boshqa narni sayrog'ini eshitib. Endi men to'g'risi esa obstanovkaga qarab ish qilmoq. Hozir bularni hozir qo'shilish bo'lgandan keyin, o'sha qo'shilish bo'ldi. Ularni sirasi alohida boshqa joyga, boshqa xonaga olib kirib qo'yish maslahat beraman. Chunki bu yoq tepada mana nar уже boshlayapti sayrashni. Bular sal moda bezovtalanadi. O'shani hisobiga ajratish kerak bo'ladi. Lekin to'g'ri ovqatlar don masalasida hozir to'xtab o'tamiz. Donni mana bunaqasini beraman. Ozgina pistadan qo'shilgan bo'ladi. Har xil urug'lari bor. Buni har xil millatniki bor. Italiyaniki bor, Meksikaniki bor, Turkiya bor. Har xili bor. Rossiyskisi ham bor, O'zbekiston ham bor. To'g'risini esa men bersam mana italyanskiy bilan turetskiy beraman. Bularni
har bittasini alohida olib o'zim aralashma qilib qo'shaman yoki sotuvchiga aytsangiz ham o'zi aralashma qilib beradi. Maslahatim donni shu ishonchli bo'lgan joydan olsangiz yaxshiroq. Chunki bir xil donlar bo'ladi, nami tortib qolgan bo'ladi, uni yesa atravleniyaga olib keladi qushlarni. O'shaning uchun daverniyroq, ishonchliroq donchi qolsangiz o'zingizga yaxshiroq bo'ladi. Endi hamma donchilar ham bunaqa emas, endi bir xillari shunaqa bo'ladi. Chunki men o'zimda necha marta bo'lgan, qarichimizda shunaqa bo'lgan, o'shani hisobiga shunaqa qilingan. Tomni o'sha xudo xolisa unga ham video qilaman kimdan olganimni. Agar ana qilsa hech qanaqa men reklama anaqa qilish niyatida emasman. Просто donni o'sha odamdan olganman. O'sha odamni ko'rsataman videolarni. Videoda ko'rsataman donlarni qanaqa olishi. Keyin yana sabzavotlardan qovoq. O'zimizni qovoq. Uni ham xuddi sabziga o'xshab qirg'ichdan chiqarib bersangiz, mazza qilib yeydi, olma yeydi. Olmani farqi yo'q, qizilimi, ko'kimi farqi yo'q, yeyveradi. Uzum ham yeydi. Misol, uzum endi zo'rlab tiqib tashlash maslahat bermayman. Bitta dona berib qo'ysangiz, bitta qushga o'zi yetadi. O'zi yegancha yeydi, yemagani o'zi tashlaveradi. Tak, idish masalasi sabziga qaysi idishni beraman. Endi sal to'g'ri tushunasizlar. Endi uborka qilib tozalayotgan joyim, endi ozgina bunaqa chang-pang bo'lib qolgan, kir bo'lib qolgan joylar bor. Bunaqa idishchalar, kichkina idishchalar olib qo'ysanglar, bunaqami yoki boshqachalari bo'lsa ham farqi yo'q. Nimaga? Bular udobniyroqda, kichkina bo'ladi, ham sabzini ham o'lchab beradi. To'ldirib berish maslahat bermayman. Bu yerda ikkita qush bo'lgan hisobiga ikkitasini hissasini qo'shib ozgina berib qo'ysangiz bo'ladi. Har kuni sveji yegani yaxshi. Qirg'ichdan bir bitta katta sabzini chiqarib tashlashni maslahat bermayman. Agar sizda qushingiz ko'p bo'lsa, bittani poni qushlarga yetadi. Bitta. Agar juda son jihatidan ko'p bo'lgan bo'lsa, unda ko'proq chiqarishga to'g'ri keladi. Atak bitta dona qushingiz yoki ikkita dona qushingiz bo'lsa, ozgincha chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Menda endi qushlar ko'p bo'lgan hisobiga men ko'proq chiqarib qo'ydim. Mana shu idish to'ldirilgancha chiqarib qo'ysangiz, ikkita paraga bo'ladi. Yeb ichib o'ziga kelishga o'xshaydi. Keyin обязательно bunaqa mel bo'lishi maslahat beraman. Mel mana idishyapti. Bu ham kalsiy, vitaminni oladi. Keyin hozir mineralni ko'rsataman, qanaqasini olishini. Endi men o'zim mineralni o'zim tayyorlayman. To'g'risini aytsam, bozordan faqat o'sha qum-pumni olaman. Tuxum uyda bo'ladi-yu, tuxumni misol uchun pishirib, qaynatib aniq qilganingizga tuxum qoladi. Shu tuxum qaynatilgan tuxumni po'chog'ini tashlab olmasdan o'shani quritib maydalab qum shaklida qilib qo'ysangiz, keyin orasida o'sha o'zingiz olib kelgan mineralni ozgina aralashtirib qilsangiz, tayyor mineral bo'ladi. Hozir men qilganimni ko'rsataman. Mana bunaqa qilib qo'yganman, tayyor qilib, mana ichida har xil minerallar bor. O'zini mana tuxum anaqasi. Maydalab tashlaganman. Berayotganda ham yana bitta maydalab beraman, chunki ozgina yiriklari ham bor buning ichida. Men olgan dom mana bunaqa bo'ladi. Mana ichida yashil urug'lari har xil. Bitta urug' ham bor, o'shani o'zingiz bilasiz. Qaysi urug' to'g'risida aytayotganimni. Bu paketda bo'ladi. Menimcha yanglishmasam 100 grammi 60 mingmi shunaqa atrofida. Mana shunaqa don olib, uni aralashtirib beraman. Hozir aralashgan donni qo'shaman. Mana bunaqasini aralashtirib beraman. Ko'p qo'shishni maslahat bermayman. Endi uni keyinchalik o'zingizlar bilib olganingizdan keyin qanchaga nima qo'shishni bilib olasizlar. Tak, keyin mana asal tayyori bor, buni bozorda sotadi. Uni yanglishmasam
5000, 6000 agar oshmagan bo'lsa, tak 10.000 ham deyishyapti. Masalan, maza qilib yeydi. Mana har xil yong'oqlar qo'shilgan bo'ladi. Ozgina beriladi, ko'p emas. Mana shunaqa papugalar ham yeydi buni. Norchilar ham yeydi, kokillar ham yeydi buni. Kanallikani ham ko'rsatib qo'ygan. Shunaqa idishda tayyor mayit o'tgan mineralni ham sotadi. Mana shu yanglishmasam 7000 yoki 6000 atrofida mineral. Bu menimcha hozirgi paytda tanishimiz yetib qoldilar. 8000, 10000 deyapti. Mana shu kichkina flafonli idishda bo'ladi. Shunaqa keyin suv masalasida men oddiy kran suvini ishlataman. Mana misol uchun olib qo'yib, mana bunaqa tindirib qo'yaman. 1,5 litr emas, 2 litrlik kovarni idishiga chayib tashlab, yaxshilab yuvib tashlab, to'ldirib qo'yganman. O'shani tindirib beraman. Bezgaz ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. Endi to'g'risi ham 10 litr bezgaz olib qo'ysangiz yoki 5 litr ancha yetadi. Endi to'g'risi men vaqtim bo'lmagani uchun bunaqa suvni qo'yib tindirib beraman. Endi bezgazni to'g'risi ham kerakli vitamin oziqasi bor bo'lmaydi. Tri suv bo'lmaydi u. Mana bunaqa tri suv bersanglar yaxshiroq. Chunki tindirib berasiz. Tindirib bersangiz o'zi tinib turadi, o'zi ko'rasiz. Har xil kerak narsalar pastga tushadi, o'zi yig'ilib pastga qo'yayotgan bo'lsangiz. Mana bunaqa joyga yig'ilgan xlori. Mana tepada bo'ladi. O'zingiz chiqib to'ldirib beraverasizlar. Hozircha ma'lumotlarimiz shu. Xudo xolasa yanada yaxshiroq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlardan sevimli Sayroqi qushlar kanali bo'ldi. Rahmat kattakon.